Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda yengillardan bir modelimiz 522 Magic Silver. Общий hajmi 522 litr bo'ladi. 341 litr холодильник kamera и 181 litr морозильник kamera hajmi bo'ladi. 4 ta eshikli multidor deyiladi. Polustроенный холодильник. Eshikni ochayotganda o'zini qolipidan eshigi chiqib ketmaydi va mebellar orasiga qo'ysangiz bo'ladi. Minimalniy joy qoldirib, ikkita chet tarafida 5 mm dan и tepasidan ham 5 mm qoldirsangiz bo'ladi. Chunki охлаждение в основном pastki qismidan bo'ladi. Bu modelimiz o'zini ichki dizayni bilan ajralib turadi. Ko'rgan bo'lsanglar, полностью seriy qilingan. Polkalarida ham seriy оттенокlar bor. Juda ham chiroyli, освещенияsi 3 ta polkadan iborat. Qolagan уровеньga qo'ysangiz bo'ladi. Fresh zonasi bor, katta zona, нулевой zona bo'ladi va ikkita yana дополнительный polkalari bor. Bu polkalarni displeydan kontrol qilsangiz bo'ladi. O'zingiz qo'yayotgan narsangizga qarab, o'shani tanlasangiz, o'shanga moslatib, muzlatib beradi. Xo'p, displeyni aytgandan keyin birato'la ko'rsatib o'tib ketaman. Zashitasi bor. Additiv, bosib tashlamaslik uchun. Zon bossanglar, tanlaysizlar, qaysi bir zonani siz to'g'rilamoqchisizlar. Hozir morozilkaga o'tib turibdi, -18 gradus ko'rsatyapti. Bossanglar, dальше o'tadi. 23 gacha, -23 gacha. Maksimalni -15, minimalni. Холодильник zonasi 2 gradusdan 8 gradusgacha bo'ladi. Aytganimdek, ikkita polkasini kontrol qilish flex temp bo'ladi. Frukti, ichadigan narsalar va go'sht mahsulotlari. Undan keyin alohida rejimlari bor. Smart rejim bor. Smart rejimga qo'ysanglar, o'zi холодильник bilan morozilkani o'zi gradusini qo'yib beradi. Mana misol uchun холодильникka hozir 5 gradus turibdi, morozilkada bo'lsa 18 gradus turibdi. Keyingisiga o'tkazsangiz quick cool. U основной naporni холодильник kameraga beradi. Ko'rganingizdek 2 gradus bo'lib turadi. Keyingisi bo'lsa quick freeze. Morozilkani minimalniy temperaturaga qo'yib beradi. Lekin холодильниkingiz xuddi o'sha temperaturada qolaveradi smart rejimga. И ikkalovini bitta qilib yoqsangiz bo'ladi. Minimalniy холодильник bilan morozilka kerak bo'ladigan bo'lsa. Undan tashqari o'zingizlar ham to'g'rilab olsanglar bo'ladi, xohlaganday qilib. Xo'p, undan tashqari yana bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman. Холодильникimiz orqasida metal tech cooling bor. Muzdayni yana ham ko'proq vaqt ushlab berish uchun. Также antibakteriya freshness bo'ladi. O'sha холодильник ichida narsa qo'yganingizda hamma narsani hidi alohida chiqqan, o'sha hidni o'ldirib beradi. O'sha narsa ham bizda morozilkada ham qo'yilgan. Alohida ikkita eshigiga qo'yilgan. O'sha hidni yo'qotish uchun uning ichida filtr bo'ladi. Bu filtrni yarim yilda bir marta almashtirsangiz, shuni o'zi ham yetadi. Также lodnitsasi bor alohida. И yana bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman. Bu холодильниklarimizda polustроенный bo'lganligi sababi eshigi полностью ochilmaydi. Полностью ochilmaganidan keyin polkani tekis holatda chiqara olmaysizlar. O'shaning uchun bunda nima qilsa bo'ladi? Polkani yotqizgandan keyin eshikning orasiga bir tarafini tiqib, buni chiqara olsanglar, osongina chiqib keladi, qiynalmasdan. И xuddi shu tizimda orqaga obratni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Eshikning orasiga tiqib, o'tga moslab olib, yotqizib bemalol kirib ketadi. Bugungi kunda shu. Vaqtingiz uchun rahmat.